Erkak kishidan chiqayotgan suyuqli tarkibida bir dona ham urug' bo'lmasligi bu azospermiya holati deyiladi. Men urol-kondrol Yo'ldoshev Abdulaziz Ahajonovli ushbu sohada 5 yildan beri tajribani orttirib boraman hamda 100 tadan ortiq teze hamda mikroteze amaliyotini bajarganman. Azospermiya holatiga tushgan erkakning birinchi savoli nima bo'ladi? Birinchi savoli men ota bo'la olamanmi degan savolni beradi. Ushbu savolga javob bor. Ya'ni ha javob. Chunki azospermiya holati bu sen farzandli bo'la olmaysan degani emas. Bizning klinika jamoasi bu sohada juda katta tajribaga ega va shuni aytib o'talamanki, azospermiya holati bu nuqta holat emas. Bu holatda teze hamda mikroteze amaliyoti orqali siz o'z tush kamaringizda farzandli bo'la olishingiz mumkin. Bu qanday bo'lishini men sizlarga ushbu videoda 3 ta patsientimiz orqali to'liq tushuntirib berishga harakat qilaman. Birinchi patsientimiz 5 yillik bepushtlik, azospermiya holati. Qabul vaqti ular bilan gaplashganimda ularning ichidan nima o'tganini o'zim ham his qildim to'g'risi. Chunki aytib berishicha, oilasi notinch, ya'ni farzandsizlik. Kelin tomonidan ham bosim bo'lyapti. Bizni oldimizga oxirgi natijani bilish uchun, oxirgi nuqtani qo'yish uchun kelganligini bildim. Hurmatli do'stlar, ushbu patsientimizni operatsiyaga oldik. Operatsiya vaqti shuni aniqladiki, ya'ni ushbu patsientimizda urug' yo'llari berk ekan va patsientimizga yana bir operativ amaliyotni tavsiya qildik, ya'ni urug' yo'lini tiklash. Ushbu patsientimiz rozi bo'ldilar va urug' yo'lini tiklaganimizdan so'ng tabiiy holatda o'zi farzandli bo'ldi. Ya'ni patsientimiz azospermiya holatida kelgan va o'zi tabiiy holatda farzandli bo'la oldi. Patsientimiz bizga ayoli homiladorlik paytida telefon qilib rosa xursand bo'ldi va farzandi dunyoga kelgandan so'ng uni videosini bizga tashadi va biz buni ko'rib o'zimiz qilgan ishimizdan juda ham xursand bo'ldik va komanda bilan albatta tabriklab nishonladik. Nima sababdan ushbu patsientimizda urug' yo'li berk bo'lgan bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda yoshlikda o'tkazgan infeksiyalar. Ikkinchisi jinsiy yo'l bilan yuquvchi infeksiyalar sababli. Uchinchisi moyakdan olingan travmalar. To'rtinchisi har xil holatdagi operativ amaliyotlar, ya'ni moyakda o'tkazilgan operativ amaliyotlar. Ushbu patsientimiz tariqasida shuni aytib o'tmoqchiman. Ushbu patsientimiz rivojlanishi, moyakning hajmi, gormonlari yaxshi chiqqan. Lekin o'zi aytishi bo'yicha to'ydan bir necha yil oldin moyakidan kuchli zarba yegan va buning oqibatida azospermiya holati kelgan. Ochib qaraganimizda rostdan ham urug' yo'li qisman berk bo'lgan va biz sababli ushbu patsientimiz farzandli bo'ldi. Ikkinchi patsientimizda esa gormonal o'zgarishlar bo'lgan. Ammo moyak hajmi normada bo'lgan. Bu o'rta darajadagi azospermiya holati deyiladi. Moyaklar hajmi normada, lekin gormonal o'zgarishlar bor. Bu holatda ham teze hamda mikroteze amaliyoti bajarilsa, 30-40% holatlarda moyaklardan urug' topish ehtimoli bo'ladi. Ushbu patsientimiz qabulga kelganlarida 6 yillik bepushtlik, azospermiya, ikkinchi turmush, birinchi turmushidan farzandsizlik sabab ajrashgan. Ikkinchi turmushda ham farzand bo'lmayapti. Bizni qabulga kelganda xotin birga kelishgan va bizga bir dona yagona savol berishgan. Biz farzandli bo'la olamizmi deb. Ushbu savolga javobni faqatgina operatsiya orqali berishimizni aytdik va tekshiruvlarga yo'naltirdik. Ushbu patsientimiz tekshiruvlarning natijasiga qarab, teze operatsiyasi orqali qay darajada urug' chiqish ehtimoli borligini tushuntirdik va ushbu patsientimiz rozi bo'lib operatsiyaga olindilar. Operatsiya olganimizdan so'ng teze operativ amaliyoti orqali urug'lar topilmadi. Lekin mikroteze jarrohlik amaliyotiga o'tganimizda hamda mikroskop orqali moyaklarni astoydil hamma yo'qni ko'rib chiqib va kerakli точечный kanallarni olib embriologlarimizga berganimizda ekoga yaroqli hamda harakatli urug'lar topildi va hozirgi kunda ushbu patsientimiz eko jarayonni muvaffaqiyatli tugatdilar va o'z farzandini hozir quchoqlab uyda o'ynab o'tiribdi. Bundan ham og'ir azospermiya turi bor. Bunda moyaklari hajmi kichkina hamda gormonal muvozanat buzilgan. Eng qiziqarlisi genetik kasalliklari bor patsientlar, ya'ni Klinefelter sindromi. Bu sindromda erkak kishida bitta ayollik geni qo'shilib qoladi va buning oqibatida azospermiya holatiga tushadi. Xo'p, bu holatda nima qilinadi? Bu holatda birinchi navbatda tekshiruvlardan o'tkazamiz, ya'ni gormonal fonni ko'ramiz hamda moyaklarning hajmini ko'ramiz. Agarda gormonal fon yuqori darajada o'zgargan bo'lsa,
biz birinchi navbatda stimulyatsiya qilib olamiz, ya'ni ukol dorilar beramiz. 3 oydan 6 oygacha stimulyatsiya qilamiz. Agarda gormonal fon o'zgarsa, ya'ni gormonal foni normal holatdagi darajaga pasaysa, shunda biz operatsiyani bajaramiz. Shunday bir bemorimiz borki, Klinefelter sindromi, moyaklari hajmi kichkina, gormonal fon o'zgargan, ya'ni FSGLG oshib ketgan, IgB juda past. Ushbu patsientimizda stimulyatsiya o'tkazdik, ya'ni maxsus ukol dorilar berdik va 3 oydan 6 oygacha ushbu lecheniyani davom ettirdik. 3 oydan so'ng qayta tekshiruvdan o'tkazdik. Gormonlar nisbatan pasaygan, lekin biz xohlagan, ya'ni norma holatiga yaqinlashmagan. Shunda biz stimulyatsiyani yana 3 oyga cho'zdik. Qayta yana 3 oydan so'ng tekshiruvlardan o'tkazganimizda ushbu gormonal tahlil norma holatiga yaqinlashganligi sababli biz ushbu patsientimizda mikroteziya amaliyotini bajardik. Mikroteziya amaliyoti orqali ushbu patsientimizda ekoga yaroqli urug'lar topildi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan, agarda sizda moyaklaringiz hajmi kichkina bo'lsa va gormonal muvozanat o'zgargan bo'lsa, ya'ni oshib ketgan bo'lsa normadan, aslo tushkunlikka tushmang. Albatta qabulga keling. Siz bilan o'tiramiz, gaplashamiz. Ya'ni individual yondashuv bo'ladi. 3-patsientimiz misolida aytadigan bo'lsam, ushbu patsientimiz hozir eko jarayonida, ya'ni ayoldan follikula yig'ib olindi hamda ICSI amaliyoti bajarildi. Hozirgi kunda ushbu patsientimizda 7 ta embrioni bor va ushbu embrionlarni ko'chirib o'tish reja qilinmoqda. Bu patsientimizdan oldin ham Klinefelter sindromi bilan patsientlar bo'lgan va ularda teziya hamda mikroteziya amaliyoti orqali urug' topganmiz va ular ham o'z tush kamaridan farzandli bo'lgan. Shuning uchun hurmatli do'stlar, agarda sizda yoki yaqinlaringizda azospermiya holati kuzatilayotgan bo'lsa, yoki bir necha yildan beri farzandsizlik bezovta qilayotgan bo'lsa, albatta bizni klinikaga murojaat qiling. Videoni tagida klinika raqamlarini yozib qoldiramiz. Albatta aloqaga chiqing va qabulga keling. Biz sizga individual yondashuv hamda kerakli tavsiyalarni beramiz. Kerak bo'lsa teziya hamda mikroteziya amaliyotini bajarib, sizdan urug' olib berishimiz mumkin va ushbu urug'lar orqali siz kelajakda farzandli bo'lishingiz mumkin.